Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, aziz obunachilarimiz. 24-yilning yarmidan boshlab O'zbek internet segmentida Xitoy ekspansiyasiga qarshi videolar, informatsiyalar paydo bo'lib boshladi. Hozir yangi yildan keyingi o'tkazilgan auksion savdolarida O'zbekiston yerlardagi tilloga boy, tillo qazib olishi mumkin bo'lgan joylar auksionga qo'yildi. Bu auksionda 4 ta MChJ qatnashib, ularning ta'sischilari birinchi ta'sischi O'zbek, ikkinchi ta'sischi Xitoy fuqarosi. Bu nimadan dalolat beradi? Bu 4 ta MChJ ham auksionlarda ma'lum bir joylarni sotib oldi, gektarlab joylarni. Bu nimadan dalolat beradi? Bu o'zimizning milliy boyliklarimizni xitoyliklarga qo'shqo'llab topshirishdan dalolat beradi. Xalqning bunday yo'l tutishiga nima sabab bo'ladi? Kim hamma sezyapti xalqning bunday yo'l tutishiga nochorlik, imkoniyati cheklangani. Bularning hammasi o'zining yerini sotishga, begonaga sotishga majbur bo'layotganidan dalolat beryapti. Oddiygina rahbarlarning xalqning taqdiriga bepisand qarashidan kelib chiqyapti. Xalqdagi ijtimoiy muammolarning ashaddiy ko'payib ketayotganidan kelib chiqyapti. Hozirgina даже mana 8-martda obodonchilikda yo'l supurib yurgan ayolga berilgan sovg'ani video olguncha berib turib keyin qaytarib olyapti. Bu nimasi? Bu nima degani? Bu xalqning ma'naviy qashshoqlikka yuz yugurayotganiga. O'zbekiston xalqining, mehnatkash xalqining rahbariyatga ishonmayotgani, rahbariyatga ishonmagandan keyin o'zining millatiga, o'zining yurtiga ham ishonch pasayib ketayotganligi. Hamma surdik deyapti. Nimaga suradi? Qayoqqa suradi? Iloji yo'qlikdan hamma tashqariga chiqib ketishni xohlaydi. O'zbekistonda bunday olib qaraganda ertangi kunga bo'lgan ishonch kamayib ketyapti. Bu xitoyliklarning xalqning psixikasini sezishidan, psixologiyani sezishdan, ustamonlik bilan shu xalqning ilojsizligidan ustamonlik bilan foydalanishi mobaynida kelib chiqayotgan holat deb o'ylayman. Chunki O'zbekistonning tashqi qarzining 100% deb hisoblagan taqdirimizda 17,8% Xitoydan olingan qarz evaziga paydo bo'lgan. Xitoy o'zining kompaniyalarini, o'zining savdo nuqtalarini yer yuzi bo'yicha butun egallab olyapti. Gettolar hattoki Amerikaning markaziy shaharlarida bor, Rossiyaning markaziy shaharlarida Xitoy gettolari bor. Shu gettolar endi O'rta Osiyoning xalqlarining o'rtasida ham paydo bo'lishga bular harakat qilyapti. Hozir imkonimiz borida bu narsa juda rivojlanib ketmasdan, tarvaqaylab o'sib ketmasdan Xitoy sistemasi deputatlarimizdan so'rovimiz shuki, xuddi mana Qozog'istonda o'tgan yildan boshlab janjal bo'ldi, xalq ko'tarildi, deputatlarga shu zapros sifatida yuklatildi. Hozir ular Xitoy kompaniyalariga shaxsiy yerlarni sotishga qonunan cheklov qo'yildi. Bizda ham shuning ilojini qilish uchun, masalan, Milliy tiklanish partiyasi Alisher Qodirov faqat biz tanqid qilishda ham o'rganmaylik, unga talab qo'yishda ham o'rganishimiz kerak. Mayli, internet segmentimizda shu narsaga biz katta bir uyushgan holda taklif bildiraylikki, bizning milliy qadriyatlarimizni, milliy bizning huquqlarimizni, milliy territoriyamizni Alisher Qodirov himoya qilish uchun xalqni muhokamasiga, shularga qarshi chet el fuqarolariga shaxsiy mulklarni, shaxsiy mulk sifatida yerlarimizni sotishga qarshi qonun loyihasini xalq muhokamasiga qo'yishini xohlaymiz. Shu yo'l bilangina biz Xitoy ekspansiyasiga qarshi kurashishni yo'lga qo'yishimiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Albatta bizning kanalimizga like bosingizlar, obuna bo'lingizlar va bu videoni tarqalishiga juda katta hissa qo'shasizlar degan umiddaman.